Bu videomizda hozirda bolalar va kattalar orasida tez-tez uchrab turgan holatlardan biri oftob urishi. Oftob urishini tezlikda aniqlash va to'g'ri yordam ko'rsatish haqida gaplashamiz. Oftob urishi quyosh nurlarini tanamizga to'g'ridan-to'g'ri uzoq muddat ta'sir natijasida kelib chiqadi. Oftob urishida kuzatiladigan belgilar tanani qizarib, qizib ketishi, tana haroratining 38 gradusgacha, og'ir holatlarda 39-40 gradusgacha ham kuzatilishi mumkin. Bemorda umumiy holsizlik, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, ba'zida ichki ketishlar ham kuzatilishi mumkin. Og'ir holatlarda bemorda talvasalar yoki hushdan ketish holatlari kuzatiladi. Endi bunday holatlarda nimalar qilishimiz kerak? Birinchi navbatda bemorni salqin joyga olib o'tamiz, ortiqcha kiyimlarini yechamiz, siqib turgan kiyimlari bo'lsa bo'shatamiz. Tanani sovutish maqsadida ventilyator yoki yelpig'ichlardan foydalanishimiz mumkin. Tanani oddiy iliq suvda namlangan nam sochiqlar bilan peshona, bo'yin, qo'ltiq sohalari, chov sohalarini artamiz yoki kompresslar qilishimiz mumkin. Bundan keyin ham tana harorati 38 yoki undan baland ko'rsatkichlarda bo'lsa, tana haroratini tushirish maqsadida parasetamol yoki ibuprofen yoki shu tarkibli dorilardan foydalangan holatda tana haroratini tushiramiz. Bemorda suvsizlanishni oldini olish maqsadida oddiy iliq suv, o'rsa yoki rio suvlaridan tez-tez ichirib turamiz. Bemor yaxshi o'zini tiklab olgunicha ko'proq suyuqlik, suyuq ovqat, yog'sizroq mahsulotlar iste'mol qilish tavsiya etiladi. Og'ir holatlarda tez yordam chaqiramiz yoki mutaxassis ko'rigiga olib chiqamiz. Oftob urishi kattalarga nisbatan bolalarda, ayniqsa 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda ko'proq va og'irroq kechadi. Bu narsalarni oldini olishimiz uchun birinchi navbatda bolani kunning issiq paytlarida, asosan 11 dan kechki payt soat 5 oralig'ida kamroq ko'chaga quyoshga olib chiqishimiz, bosh kiyimda olib chiqishimiz kerak bo'ladi. Yengil havo o'tkazadigan kiyimlarda olib chiqishimiz kerak. Bolaga ko'proq suyuqlik ichib turishini ta'minlab turishimiz kerak. Videoni yanada ko'proq ota-onalarga yetib borish uchun like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Sog' bo'ling.